turib qilsa janozangni ado. Jumlangiz aylang duo, jannatga joy bersin Xudo. Jumlangiz aylang duo, jannatga joy bersin Xudo. Ul qorong'u uyda kirsang yotasan yo'qtur chiroq. Ko'msalar ustingni tufroq birla aylab al-firoq. Kelsalar munkar nakir shiddat bilan aylab so'roq. Manni cho'k bersam javob, ko'ksim alamdan bo'ldi dog'. Ul qorong'u uyda kirsang yotasan yo'qtur chiroq. Ko'msalar ustingni tufroq birla aylab al-firoq. Kelsalar munkar nakir shiddat bilan aylab so'roq. Manni cho'k bersam javob. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz birodarlar, bir duoning sizlarga bayon qilurman. Bu duoning hamma eshitgan, taqriban hamma eshitgan, hammaning qulog'ining oldidan o'tgan. Bu duo La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lekin bu duoning fazilati, bu duoning makonati, bu duoning darajati, bu duoning karomati nima? Ana endi savol kelganda Qur'oni Karimga qaytishimiz kerak. Qur'oni Karimga bayon bo'lgan Bismillahirrahmanirrahim. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Bu duo Hazreti Yunus alayhissalomning duosi. Allah Jalla Jalaluhu Hazreti Yunusning bu duo barakati bilan uch qorong'ilikdan qutqazgan, uch qorong'ilikdan najot bergan. Kecha qorong'isi, daryo qorong'isi, Hut qornida yotgan qorong'isi, baliqning qorniga va baliqning qornining ichidagi qorong'isi, o'shal duoning barakati bilan shu uch qorong'ilikdan Hazreti Yunus alayhissalomni Allah subhanahu wa taolo najot bergan, qutqazgan. Qur'onda bayon qilganki, fastajabna lahu. Shu duoning o'qigandan keyin, shu duo bilan Allohga iltijo qilgandan keyin Allah subhanahu wa taolo Qur'onga bayon qilganki, fastajabna lahu. Ijobat qildik unga. Unga ijobat qildik. Va o'shal qorong'ilardan uni qutqazdik, zulumotdan, qorong'ilardan qutqazdik, najot berdik. Undan keyin oyatga bayon qilganki, va kazalika nunjil mu'minin. Biz ham bo'sh qolgan emasmiz. Mana shu oyatni oxiriga fikr qilishimiz kerak. Va kazalika nunjil mu'minin. Bizlar ham bo'sh qolgan emasmiz. Bizlarga ham Allah Jalla Jalaluhu nasib etgan.
وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ va ham musulmon mu'minonlarning najot beramiz. Ya'ni shu duo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin, shu duoning agar musulmonlar ham o'qisa, shu duoning barakati bilan Allohga iltijo qilsa, Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga ham najot beradi. G'amdan, musibatdan, nimaki mushkuloti bo'lsa, o'sha mushkulotlaridan Alloh subhanahu va taolo shu duoning barakati bilan najot beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, bu duo Zinnun birodarimning duosi. Bu duo Hazrati Yunus alayhissalom laqablari Zinnun. Zinnun birodarimning duosi. Har bandai musulmon bu duo bilan duo qilsa, Alloh jalla jalaluhu uning nimaki g'ami bo'lsa, ul g'amidan najot beradi. Va duosiga istijoba qiladi. Nimaki g'ami bo'lsa, dunyoviy g'ami, uxroviy g'ami, nimaki g'ami bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni shu duoning barakati bilan hamma g'amidan najot beradi. Va duosining ijobat qiladi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina waqdi duyunana wa bayyid wujuhana. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.